unaqada qolmaydi-da, o'zi bir so'm qolsa, yana unga men kartoshka sotib olsam, piyoz sotib olsam, hammasini qonuniy bo'yicha qiladigan bo'lsam, menga qolmaydi deydi. Qizlar, qoladi. Mana shu joyingizda bilmayapsizlar. Bir so'm qolsin, lekin shunday barakali bo'ladi. Sizlar o'ylaysizlarki, men bu ovqatdan qolganini, betdan qolganini shunda ozgina oyijon, mana men bu farsh ozgina hidlanib qolibdi, nima qilamiz desa, "Obke, mana orasiga aralashtirib olamiz." Bilinmaydi deymizda, shunda gummani ichigami, yo nima bor, bilashini ichiga tiqib olamiz. Hech kim ko'rmayapti, lekin Alloh ko'ryapti hammasini. Mana shuni o'ylamaysizlar sizlar. Bu harommi? Bu halolmi? Yo'q, bu harom. Lekin aytib o'tirasiz, bankrot bo'lib qoldim, birim ikki bo'lmaydi, yetkiz olmayapman. Endi yeb qo'ygan pulim, mana shunday qizim kasal bo'lib qoldi, bolam kasal bo'lib qoldi, mashinani urib oldim. Yana bir nima bo'ladi-da, sizdan chiqib ketadi. O'sha joyda siz bilmaysiz nimaga chiqib ketganini. O'zi zo'rg'a mana shunaqa ishlayotgan bo'lsam, nimagadir chiqib ketdi deysiz. Alloh biladi nimaga chiqib ketgan. Sababi siz u yerda halollik bilan ish qilmayapsiz. Sababi o'sha pirojkini yeydigan, somsani yeydigan bolalar ham Allohning bandasi. Mana shuni siz hisobga olmayapsiz. Tushundingiz? Lutchi siz borku, tozasidan soling, kartoshkani ham, go'shtni ham, hammasini. O'sha somsani tuyayotganda, tushvarani tuyayotgan paytda siz borku, o'sha joyda yaxshi niyat qilib tuying. Ayting, mana shu tushvarani yegan bola, mana shu gummani yegan bola tan joni sog' bo'lsin, yo'li ochiq bo'lsin, baxtli bo'lsin, boy bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga erishsin deb turib, mana shunday niyatlar bilan o'sha somsalarni hammasini tuyingda, pishiringda, soting. O'sha bolalar keyin sizga qayta keladi, sizning mahsulotlaringizni oladi. Alloh taolo ham ko'rib turibdi qanchalik halol ekanligini. Barakani dodasini o'shanda ko'rasiz. O'shanda haqiqatan sizga yuqadi o'sha. Bir so'm bo'lsa ham, ikki so'm bo'lsa ham sizga yuqadi. Mana shuni tushunmayapsizlar sizlar.